Konuda kabul buluşmalarını koyarız. Dışarıdan yok. Bastırıp duruyor bastırıp. Orderiniz var mı? Orderiniz var mı? Yok order var mı? Yok kabul buluşmalarını. Yok bastırıp girmeyin. Yok ben açık yok. Aşağıya çıkayım. Aynen. Şunu yırtırsam şuradan. Yok ben siz nimaga xonangizga kiraysizsiz? Nima masalan, xonada nimadir? Siz oldingizga fuqaro kelyaptimi? Nimaga fuqaroni sizda qabul qilyapsiz? Birinchi vaqt siz. Bitta narsani tushuning. Nimaga qolgan fuqarolarni ichkarida xonangizda qabul qilar ekansiz, bizani ko'chada qabul qiladi. Orderim yo'qot hozir. Ben umumu ko'rmaganman nimani bankirni. Mani chaqirib yo boshqa qilib qanaqa bo'lgan tuman hokimi nima aloqasi bor bu ayni kredit masalasiga? Yanında mijozlari bor, fuqarolar bor dedi. U fuqarolar ham chiqmadi. Lekin u ishini tashlab chiqib ketdi. 22-yil fevralda kredit olinadi. Nobud bo'lganlari bor. Kredit, ya'ni bozorda kredit olishga siz bilan bog'liq joy ekan. Qo'pol aytganda bo'lsa 22 milliard so'm. O'zim 250 million ololmadim. Chunki bizlarni o'sha binolari eskirgan hammasi qulab ketgan 95-yil qurilgan. Lekin garovda soxtalashtirganlarni uchun aybdor emas. Ishondim. Ular hammalik turibdi. Voybat beringlar. Hammasi o'sha nima mashina hammasi birlashib qilishibdi, nima qilganda ham boshqasini ham bittasiga ham aralashmadim. Avvalambor assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bizlar biroz vaqt oldim. Sahifalarimizda e'lon qilingan Gurlan tumanidagi ijro harakatlari yuzasidan ijro harakatlari yuzasidan bizga murojaat kelib tushgan. Ayni ushbu murojaatda biz o'z sahifalarimizda e'lon qilgan edik. Orderiniz var mı? Orderiniz var mı? Yok order var mı? Yok kabul buluşmalarını. Yok bastırıp girmeyin. Yok ben açık yok. Aşağıya çıkayım. Yanında mijozlari bor, fuqarolar bor dedi. U fuqarolar ham chiqmadi. Lekin u ishini tashlab chiqib ketdi. Lekin garovda soxtalashtirganlarni uchun aybdor emas. Ayni ushbu murojaatga ko'ra, fuqaroni ijro harakatlari fuqaroga nisbatan noqonuniy amalga oshirganligi, aynan ijroda umuman boshqa shaxsni ko'rsatib, uydan bo'lsa boshqa shaxs buyumlari bilan chiqarib yuborganligi holati ma'lum bo'lgan edi. Ayni ushbu murojaat yuzasidan biz aynan video material e'lon qilgandan keyin obunachilarimizda bir nechta savollar tug'ildi. O'zi voqea qanday bo'lgan, nima bo'lgan, o'sha hodisaga aniq oydinlik kiritish uchun bugun studiyamizga Sevot opani taklif qilganmiz. Aynan Sevot opa, ushbu holat sizni jiyaningiz bilan sodir bo'lgan. Aynan o'sha ijro harakatlarida siz chiqarib olishingiz ko'rsatilgan, lekin o'sha Gurlan tuman majburiy ijro xodimlari tomonidan siz emas, balki jiyaningizga ham tegishli bo'lgan mol-mulk narsa, buyumlar o'sha chiqarib tashlangan. Bu bo'yicha biroz tushunmovchiliklar paydo bo'lganligi ko'rinadi. O'zi holat nima bo'lgan? Boshida aynan ijrogacha bo'lgan holatda nimaga aynan bu yerdan chiqarib olish, o'zi holat boshida nima bo'lgan? O'shani gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni asli bu narsa, bu voqea kredit olish masalasidan kelib chiqqan. Bizani 21-yil dekabrda prezident qaroriga asosan bizani davlatimizga Rossiyadan naslli tuxum keldi. Naslli tuxumlarni yetishtirib, xalqqa arzonlashtirilgan mahsulot, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish maqsadida hamma tumanlarga shu tuxum tarqatilgan. Bizning tumanga 100 ming dona keladi. Shuni endi o'sha paytda hozir sobiq hokim bizani o'sha Murod Ochilov hokim edi. Shu keyin nimaga topshiradi? Dehqon bozorga. Chunki dehqon bozor aksioner jamiyat 51% hokimiyat hisoblanadi. Davlat tashkiloti hisoblanadi. Endi bu aksiyaning 51% hokimiyat bo'lgandan keyin bular mansabdor shaxs davlat xodimlari hisoblanadi. Keyin bu topshiriq bo'yicha 5 ta tadbirkorga bo'lib beriladi. Hammasini o'zining imkoniyatiga qarab nechtadan donadan bo'lib olinib, hammasi bir oy inkubatsiyada qo'yib, jo'ja holatini olib kelib, o'sha aksioner jamiyati rahbari Husaynov Jasurbek boshchiligida bu nimani jo'jalarni yetishtirib, yana 3 oymi boqib xalqqa sotish kerak. Bozordami, Dastur bo'yicha shunaqa dastur bo'yicha shunday. Keyin bu dekabr oyidagi shartnoma bo'yicha 22-yil fevralda kredit olinadi. Jo'jalar tuxum yetishib chiqadi. Ya'ni o'sha bozor ma'muriyati jo'ja yetishtirish uchun bankdan kredit oladi. Shunday.
shunday kredit oladida jo'jalarni yetishtiradida sotadilar tirik qolganini endi chunki u yerda juda ham ko'p nobud bo'lganlar bor kredit ya'ni bozor ma'muriyati kredit olishda siz bilan bog'liq joyi qanaqa? Shu kredit olish jarayonida dehqon bozorga qarashli eski davrda biz zagazirna deymiz-ku, don mahsulotlarini qabul qiladigan davlat buyurtmasini fermerlardan qabul qiladigan o'sha korxona hozirgi kunda dehqon bozor aksioner jamiyatga qarashli MChJ deb yuritilib kelgan. O'sha MChJning rahbari mening singlimni turmush o'rtog'i edi. O'sha jo'jalar yetishib chiqqandan keyin bular hammasi chopib qoldi qish davri. Opa o'sha biz kredit olishimiz kerak, jo'jalarni yetishtirib hali xalqqa qishda hech qaysi oddiy xalq olib boqa olmaydi, o'zi uyida o'tiribdi, uni sharoit kerak, boshqa kerak jo'ja boqish uchun. Endi o'sha 2-3 oy kattaroq bo'lganigacha biz boqishimiz kerak, o'shanga yem olishimiz uchun, jo'ja boqishga yem olishimiz uchun kredit olishimiz kerak. Mana bu noturalaringizni berib turing. Biz o'sha kreditni olib sizga 5 oyda qaytarib beramiz deb va'da qildi. Chunki men 5 oy deganimning sababi o'sha issiq chiqsa, o'zi fermer xo'jaligim 17-yil ijara shartnomasini tugatgandim. Ekin maydonini qaytargandim. Nechinchi yilda bo'lyapti? 22-yil fevralda kredit olinyapti. Ya'ni 2022-yilda fevral oyida aynan o'sha bozor ma'muriyati o'sha sizni singlingizni turmush o'rtog'i aynan sizga kelib turib, o'sha fermer xo'jaligingizda yer bilan bog'liq joy tugatilgan bo'lib, noturar binolar siz balansingizda bo'lgan, ya'ni o'sha noturar binodagi balansdagi joylarni binolarni garovga qo'yib kredit olish kerak. U kredit 5 oy ichida yopilishi kerak. Shunday 5 oy ichida chunki jo'jalarni yetishtirib sotsa, o'sha kredit yopiladi. Undan tashqari o'sha MChJ dehqon bozor aksioner jamiyatga qarashli MChJ, ya'ni eski tilda Zagazirnoda shu yilgi hisobda o'zida shu 21-yil dekabr oyidagi nima bo'yicha, ma'lumot bo'yicha 9450 tonna sholi mahsuloti turibdi yerda. 9 salkam 10,000 tonna sholi bor edi. Sholini qishda sotsak, o'zimizdan mana dehqonmiz shollarni olamizda kiritib qo'yamiz. Bahorda sal qimmatlab narx ko'targandan keyin sotishni boshlaymiz. Mayga kelib baribir bilasiz, ekin boshlanib ketadi, shollardan sotamiz. U jo'jalarga qaramasdan ham yopilib ketishi, u agar bunday qilib qaraganda, logichna qaraganda, u faktiski bo'ladigan narsa-da u. U hech narsa emas, u 1,5 milliard degan, 2 milliard degan 10,000 tonna sholi qo'pol aytganda bo'lsa 22 milliard u. 22 milliard turibdi. Ya'ni siz o'sha turgan narxiga ishonib, o'sha bu yerda qani yana bitta savol tug'iladi, aynan o'sha kreditga kafillik qilishdi. Siz bilan oldin suhbat qilganimizda, ya'ni tuman hokimi ham bu yerga aralashgan, ya'ni tuman hokimi ham bu yerda bevosita masalan og'zaki topshirig'i bo'lgan degan gap. U qanaqa bo'lgan? Tuman hokimi nima aloqasi bor bu aynan kredit masalasiga? Keyin shunday anov bo'ldi. Kelib so'radi 1-2 marta, men aytdim, o'zim 250 million ola olmadim. Chunki bizani o'sha binolarim eskirgan, hammasi qulab ketgan, 95-yil qurilgan. Keyin bittagina o'zim yashab o'tirgan hujjat bo'yicha dalashpon hisoblanadi. Lekin 2007-yil o'sha dalashponga propiskaga kirib, oila a'zolarim bilan ikkita qizim turmushga chiqib ketgan, ikkinchisi bilan yashab kelganman. Jiyanlarim ham yashagan, jiyanlarim ham 3 ta farzandli bo'lib boshqaga chiqib ketgan. Keyin ana 1 yildan oshiq o'sha Sabir va Fazila sizlarga murojaat qilgan. U qizi bilan, xo'jayini bilan bizakida yashab boshlaydi, chunki bitta o'zim qolganman, qizim Toshkentda ishlaydi, o'qiydi, kelib ketib, o'sha men bilan yashaydi. Qisqasi keyin bular yana keldida, mana opa dedi, Rahimov O'rol aka degan bir katta fermerimiz bor bizada. Yaxshi inson, yoshlari ham katta. U kishi mana berdi bizga bitta nima dedi, bino zalog uchun. Bering, o'zimiz bir ko'ramiz, amallab sizga ham yordam bo'ladi hujjatlaringizga nima qilishga, taxlashga dedi. Lekin unga endi ko'zim yetmaydi, chunki men shu qilay o'sha недостройка qurilish tugallanmagan bino bo'lgani uchun bitta хотя бы zdaniyasini o'sha qurilishini tugatsam kadastr ishlab bilar ekanman. O'shaning uchun men hozir uni qila olmayman. Pust yana yoz chiqsin, issiq chiqsin deb to'xtatib qo'yibman dedim. Pul tomonlamay hech narsa qila olmasdim o'sha paytda. Baribir hamma narsani to'lovi bor. Keyin bo'pti deb berib turavering, maslahat qilib ko'raylik. Hokimga biz hozir zalogga olib borishimiz kerak. Yomon bo'lib turibdi, jo'jalar chiqyapti, nobud bo'lyapti deb shoshdida ular. Mayli, keyin o'sha 5 oy turadi-ku, nima olma, xo'p berdim.
baribir Ya'ni siz ishongansiz. ishondim. Ular hammaligi turibdi. Voy dod beringlar. Keyin bir kuni 2 kundan keyin telefon qildi. Opa Srochniy hokimiyatga keling, nimaga? Men tushuntira olmayapman kamchiligini kadastr hujjatda dedi-da. Mayli bordim. Keyin borsam majlis tugagan ekan, selektor bo'lganmikan. Kirdik, keyin o'sha rayonni o'sha nimalari, tashkilotlari, o'sha Ya'ni Gurlan tumani kadastr, tamiz, arxitektura, ana o'rinbosarlar, yana o'sha ko'p nima tashkilot bor edi. Endi hokim nima bo'lgandan keyin hech kim chiqib ketmaydi. Keyin hokim opa tushuntiring, nima bu dedi, nimasi kamchiligi bor zdaniyani dedi, nimaga kirib chiqmaydi dedi. Zdaniya faqat yer uchastkasi bo'lib turibdi. Binolar eski bo'lgani uchun men kredit ola olmadim dedim. Faktiski fermer xo'jalikka qarashmadi. Ha dedi, kim rahbar? Men rahbar dedim. Yer ijara shartnoma tugagan, menda yo'q, yer ekin maydoni yo'q, hech qanday shartnoma davlat buyurtmasi yo'q menda, faqat mulklarda endi balasidan chiqarib jismoniga o'tkazish jarayonida turibdi bular dedim. Mayli bo'pti, biz dedi maslahatlashib ko'ramiz dedi, sizni xabar beramiz dedi. Ben ketdim, chiqib bo'ldi, boshqa hech narsa gaplashmadik biz. Keyin bir 10 kunchalar o'tib qoldi-da, opa yuring notariusga, hamma hujjatlar bitdi. Xudo xolasa hech qanday problema bo'lmaydi dedi. O'sha Bozorqum Jasur Husaynov, Mansur hammasi o'sha nima mashina hammasi birlashib ish qilishibdi, nima qilganini ham boshqasini ham bittasiga ham aralashmadim hujjatni. Mayli endi hokim turibdi ustida, 5 oyga nima bo'ladi dedim. Tim bo'li O'rol aka ham katta odam, uni ham aldamasalar kerak. Sizga o'xshagan bitta fermer xo'jaligi. Menga o'xshagan fermer xo'jalikda yana nimasi mulkida berilgan, ikkita fermerda mulki bor edi. Keyin bo'ldi, shunaqa qilib bordik. Notariusga bordik. Notariusda o'sha bankir ham hamma hujjatlar tayyor turgan ekan. 3-4 ta hujjatlarga qo'l qo'ydik. U keyinchalik endi tushunyapman, baholash, bankda o'zini ham baholash ipoteka shartnomasi bo'lgan, boshqasi bo'lgan. Endi notariusga kirdikda, notariusga ham o'sha registratsion kitoblarga zalogga qo'yishga rozilik berib chiqdik biz. Nimani O'rol akani o'g'lini nomida edi. O'g'li ham turmush o'rtog'i, men uchalamizga mashina jo'natgan. Jasurning xizmatini, Bozorqum Jasurning xizmatini qiladigan Nurbek degan yigit kelgan. O'sha taksist emas, o'sha Bozorqumning xizmatini qilib yuradigan Nurbek degan bola keldi, bizani notariusga olib bordi, hamma hujjatlarni shu yerda qo'ydik, qaytib ketdik. Bankirni ham o'sha yerda ko'rganmiz, bankka hech qachon bormaganmiz, nariga fermer ham o'sha yerda hammamiz qo'l qo'ydik. Chunki hammani ichida ishonch. O'rgacha bo'lgan joylarda hamma narsa tayyor bo'lgan. Tayyor bo'lgan o'zi. Bankda hujjatlarda o'sha yerda qo'ygan ekanmiz-da biz. Bankka bordinglarmi deb tergovda so'rayapti. Yo'q, bankka bormaganmiz. Bankirni ham o'sha yerda ko'ryapmiz. Sizlarning mulklaringni kuzatishga borganda qayerda edinglar? Men umuman ko'rmaganman u nimani, bankirni. Meni chaqirib yo boshqa qilib qilishga umuman hojat ham bo'lmagan, chunki men o'zim ham bo'lmaganman. Qish paytida gaz yo'q, u Talashibonda o'zim bo'lganimdan keyin shaharda opamlarnikida turib ishlab shunaqa qilib yurdim, Toshkentda yurdim, va shunaqa qilib yurdim. Ko'pincha bo'lmayman qishda. Keyin shu paytlari borib ko'rishganda, u yanvar oylari. Keyin bular nima qilyapti? Kredit chiqyapti, kredit bo'lib ketdi. O'sha sizlarning mulklarni garovga qo'ygan holatda o'sha bozor xo'jaligi qancha 2 milliardga yaqinmi? Yo'q, 1 milliard 172 million olyapti. 1 milliard 172 million sizlarning mulklarni garovga qo'yib, bozor kredit olyapti. Ya'ni o'sha 5 oy ichida qaytarib berish sharti bilan mulklar o'sha yopish sharti bilan. O'sha paytda kredit qancha muddatga olinganligini bilganmisizlar? Ular aytishdi, muddati ham qaramadik. Bizga 5 oyga mulkni qaytarib berish degan narsani bilamiz. Qurib ishonch evaziga berdik. Uni hujjatiga hech kim aralashmadi. Na O'rol aka. Siz tuman hokimi va o'sha bozor mas'ullariga ishongansiz. Endi o'shalar turibdi-da hammasi. Men o'zimni kuyovim, Bozorqum. O'sha ikkalasi kelib yig'lab turishibdi. Bu hokim hozir, o'sha yili ishga kirgan yili edi-da, nimani. O'sha meni kuyov deydimi endi buni? Shunda sinimni turmush o'rtog'i Bozorboyev Mansur shu yil zakazina bo'lib, o'sha jujalarini, nimalarini boqib yurdi Bozorqumni o'zi. Bozorqumning sinfdoshi Jasur Husaynov. Endi keyin mayli shunaqa bo'pti, hamma narsa olindi, unga hech kim e'tibor qilmadik, hujjatni nima qildi, nima qo'ydi, nima bo'lyapti, u narsa bo'lmadi. Bizda единственный kelishuv 5 oyga qaytarib beramiz. 5 oy ichida mulk yana qaytib bo'ldi, o'shalar yopildi. Boshqa bizda ishimiz yo'q. U qaytarib bersa bo'ldi. Mulkingizni garovga qo'ygan payt ular tomonidan nimadirlar taklif qilinmaganmi sizga? Yo'q. Ya'ni o'sha nimadir qilib beramiz, buni evaziga bunaqa bonuslar. Yo'q. O'zi yig'lab turibdi.
hozir shuni olaylik, sholini sotsak foyda ko'ra olmaymiz, faqat davlat pulini to'laymiz, biz ham ozgina ishlab qolaylik opa. Tim bo'lib o'sha singlim fermer xo'jalikka qarashli hammom binosida yashab o'tiribdi-da, uylari yo'q. Mayli keyin o'sha sanam uyli bo'lib qola qolgin, hokimga ham yaxshi ko'rinib qolgin, mayli o'sha jo'jalaring o'lib qolmasin. Endi biz oddiy fikrlaymiz-da, biz u yerda bir какой-то bir manfaat degan boshqa narsa bo'lmagan. Chunki men manfaatdor bo'lishim uchun mulkim yetarli. Bir boshimga u shuncha narsa keragisi yo'q. U hammasiga o'ralaka teng bo'li. U odam ham o'ziga yetarli to'q odam. Bizda hech qanday manfaat bo'lmagan. Kredit chiqdi. Chiqdi kredit. Siz mulkni berdingiz, kredit chiqdi. O'sha jo'jalar nima bo'ldi, keyin yetishtirishdimi? Ular bilan ishimiz bo'lmadi. Keyin sizlar qisman may oylari keldi. Ishlarni qildinglar. May oyi keldi, o'ralaka aytdi, "Men quraveraman, tim bo'lib ekish paytida hech kim ularning orqasidan yurmaydi." O'ralaka tim bo'lib ishiga sho'ng'ib ketgan. Ularning 100 gektardan ziyod yeri bor, fermeri bor uni. Men o'zimni ishim bilan ozgina qo'ychilikka yaraganman, uni dokumentatsiyasi bilan yurdim. Nima bo'lyapsa, "Voy, bo'lyapti, opa" dedi. Bir paytlar cho'zilib ketdi bu. Mayda qaytmadi. Nima bo'ldi? Hokim dedi, nimaga Xorazm viloyati birinchi o'rinbosari lavozimi o'zgarib ketdi. Bu orada o'sha va'da bergan hokim Murod Ochilov o'tib ketdi u yoqqa. Hozir dedi, u bo'lyapti, bu bo'lyapti, fermerlarning sholi pullari tushish kerak, o'qilish kerak, yopyapmiz, u yoq bu yoq deb kelishdi. Iyul oyigacha yopilgan, keyin u yoqqa to'xtab qolgan. kredit Ha, uni lekin u paytda bilmaymiz biz. Hamma o'zini ishi bilan bo'lib yotibdi. Endi любой bir yillik kredit deb o'ylaganmiz biz. Endi o'sha paytda men sразу hokimga chiqdim. Men zdaniyalarim, dokumentlarim qilishim kerak, boshqa qilishim kerak. Bu shunaqa qilyapti deb telefon orqali hokimga chiqdim, Murod Ochilovga. Shunaqa bo'lyapti hokim va bular hali dokument qaytarishmadi, kreditni yopishmadi. Men ko'p ishim hali, nima qilishim kerak, shart qilishim kerak desa, men bular bilan gaplashay dedi, keyin dedi sizga xabar beraman opa dedi. Mayli, keyin uni kutdik. Gurlanga keldilar, bir majlis bu narsalar orqasidan keldilar. Kelgandan keyin bular ikkalasini Bozorqo'mda o'sha Bozorboyev bilan Jasur ikkalasini olib qolib aytgan, topshiriq bergan. Yopasan, nima qilsang ham yop shuni. Chiqarib tasha nimalarini, kreditni tugatib tasha degan. Menga aytdi, mana dedi, topshirdim, hammasini yopishadi bolalar dedi. Keyin ular chopib kelishdi, boshqa chiqmang, o'zimiz yopamiz. Bu yilgi dedi, o'sha Bozorqo'm, bu yilgi sholidan dedi, yopib dedi, kredit chiqarib yuboramiz dedi. Yana nidoyatva bo'ldi, o'zimda ham ayb bo'ldi, uni orqasidan yurish kerak ekan. Yana nima, o'zimizning ish bilan bo'lib qoldik, boshqa bo'ldi. Orada ko'p narsalar bor edi, hujjatlashtirish degan narsalar bilan yana chalg'ib, u mayli bu yil sholi bilan yopsang yop, ikkinchi yili o'sha mana zagazino bo'lib o'zi sholini qabul qilsa hech narsa problema bo'lmaydi deb o'yladimda, yana tashladim. O'ralakaga aytsam, o'ralaka ham aytdi, "Sveta dedi, bu yilgi sholini ustida o'zim turibdi dedi, shuni dedi yoptirtiraman, zerikma" dedi. Mayli, bo'pti, yana ishondik-da biz, yana ishondik. Ketdik, har kim o'zini ishi bilan. Bir paytlari oktyabr oyida nima keldi, ogohlantirish. Shunday nima 3 oydan beri foiz to'lanmasdan kelyapti, o'shaning uchun mulkka qaratamiz deb. Undiruvni mulkka qaratamiz deb chiqdi. Keyin men o'sha narsani xatlarni nimaga Jasurni oldiga bordim, Jasurni topa olmaysan, har joyda Mansurni topib, Mansur shunaqa bo'lyapti desa, "Yo'q" dedi, "Opa" dedi, "Mana Jasur" dedi, "Hozir" dedi, 300 million 2 oynikini to'lab dedi, "Grafikka tushyapmiz" dedi. "Grafikka tushamizda" dedi, "Kreditni yopib yuboramiz" dedi. Mayli, keyin yoparsang yopgin buni dedimda, biz yana ishondik. 2 oy o'tdi, haqiqatda grafikka tushishdi-da bular. Lekin dekabr oyida yana xat keldi. Dekabr oyida xat kelyapti. Что yana bular prasrochka qilgan. Noyabr, dekabr yana 2 oy osilib qolganda, foizi berilmaganda yana mulkka qaratish boshlangan. Keyin ular ikkalasini ham topa olmay qoldim men. Na Mansurni topasam, na Jasurni topasam, o'ralaka ertalab tongda 4-5larda ham uyga bordi. Turmush o'rtog'i yo'q kelmadi deb toptirmadi. Bu yoqda уже biza Murod Ochilovga chiqishda ham bespolezno, foydasi yo'qligini bilib, unga chiqishdan to'xtadik, charchadik, to'g'risi yopilmadi. Chunki sholi sezon ham tugadi. 22-yilgi sholi sezon ham tugadi-da. Ular yopmadi. Keyin уже bayram sezoni o'tdi, 5-yanvar kuni men viloyat prokuraturasiga qabulxonaga borib murojaat qildim. Ushbu holat bo'yicha. Ushbu holat bo'yicha, chunki
Men o'sha paytda murojaatim bo'yicha faktiski kreditni maqsadsiz foydalanganlik to'g'risida murojaat qilganman. Ya'ni maqsadsiz kredit olinganligi unga siz kafillik Yo'q, qo'yib. kredit maqsadli olingan edi. Qarasangiz, u yerda hamma plan proyektlari ham, smetasi ham, boshqasini ham olsangiz, biznes planini olsangiz, u yerda katta daromad bilan chiqqan. 2 milliard nechi bilan chiqib turibdi biznes planda. Lekin o'sha payti jo'jalarni keyin o'sha 1 oy, 2 oyda ichida o'sha nima tushadi-ku, nimaga to'lamayapsan, nima bo'lyapti, u bo'lyapti orasida endi qayerda jo'jalarni saqladi, nima qildi, qayerdan qayerga yem bordi, o'shani o'zim qiziqib qilgan ishlarini ozgina tekshirib qarasam, umuman целевой назначение bo'lmagan kreditda. Keyin shunday paytida agar shu yerda murojaatim bo'yicha audit reviziya qilib, kreditni полностью qaysi nima qilib etapni pul qayerga chiqdi, qanaqa shartnoma bilan chiqdi, что за korxona, hammasini qarab chiqsangiz, hamma narsa falshiviy bo'lib chiqdi. Chunki orqaga qaytamiz, 21-yil dekabr oyidagi shartnomaga asosan Dehqon bozor aksioner jamiyatiga qarashli MTJ или Zagazino davlat korxonasi shartnoma qilyapti. O'sha tuxumlarni olyapti, sotib olyapti, 100 ming dona tuxum sotib olyapti-da, o'sha shartnoma asosida yem chiqaryapti. Qarasak, bular mansabdor shaxs-ku, shuning uchun ham prokuraturaga borganman men. Prokuraturada murojaatimiz o'rganish davrida prokuror yangi prokuror keldi bizga, Murodxon Ahmedov degan inson keldi, prokuror bo'lib bizga. Ya'ni Xorazm viloyatiga boshqa Xorazm viloyati prokuror bo'lib keldilar. O'sha kishi srazu o'sha hamma taqdim qilgan hujjatlarni ko'rdilar-da, 167 bilan polniy maqsadsiz foydalangan bo'yicha ish qo'zg'adi. Bozor o'sha sizlarda kredit Dehqon bozor aksioner jamiyatiga qarashli Dehqon bozor agroxarid kompleks nomli MTJ rahbari Bozorboyev Mansurga nisbatan qo'zg'atildi bu. Qo'zg'atildi, lekin tekshiruv davomida shunday bordi-da bu oqlanib ketdi. Nimaga oqlanib ketdi? Hamma joyda hozirgi kungacha ipoteka shartnomani o'zlaring borib qo'l qo'ygansizlar degan javob kelaverdi. Hech qachon do konca o'sha narsani kredit olingan jarayonlari, tashkilotlarning mavqelari, ularning hamma shartnomalari, ustavlari hech narsa tekshirilmadi. Tan olmadi. Tergov bu yoqda ketyapti, jinoyat tergov bo'layotgan paytida bitta narsaga men iltimos qilardim, o'sha o'zlarimizning prezidentimizga murojaatim shu, Tanzila Narbayeva, Kamolovnaga murojaatim shu. Hattoki o'sha prokuror ham shu qonunchilikda o'sha narsalarda faqat respublikagacha kelguncha yoki viloyat rahbarini qabuliga kirib prokurorni qachon so'kib urib tumanni rahbarlari ishlashga olib borguncha tuman rahbarlari ham bu o'sha noto'g'ri qaror chiqarganlari uchun bir qandaydir bir chora ko'radigan yo'lini qilish kerakda buni. Odamlar 4 yillab sarson bo'ldi. 4 yilgacha g'arabaxona o'sha dalashponimda uy remont qilmoqchiman, o'shani qoldirib qolganini boshqalarga bermoqchiman. Sarson bo'ldim. Shu 2 gektar yerda agar qonun bo'yicha bo'lsa 4 oylab maza qilib ishlab ishli bo'lishi mumkin edi. Men o'shani ajratib berganimda-da, qanchasi sarson bo'lib boshqa yurtlarga ketyapti, qanchasi shu atrofda ish topolmay yuradilar. Qancha o'shandan kelib chiqadi, ko'p yomon narsalar, jinoyatlar ham yetishmovchilikdan kelib chiqadi. Bu yoqda jinoyat bo'lib turibdi, auksionda yo'q bu, mavjud bo'lmagan bino bu deb taqdimnoma bo'lsa hamchi sud ajrim bermadi menga. Yangi ochilgan holat qachon ko'rilib chiqib hukm chiqsa, keyin to'xtaydi u ijro deydi-da. Aynan qarang-da. Shu yerda chaplashmaylik, ya'ni bu binolar, aynan sizga tegishli bo'lmagan mavjud bino, aynan hozir biz rasmini ko'rib turgan bino auksionga chiqqan, sizning mulkingiz sifatida. Mening mulkim bankirlar mulkka qaratib sotyapti. Buni bank ijro qaratgan, ijro orqali auksionga chiqargan. Auksion orqali umuman bank hujjatlarida keltirilgan bino auksionga chiqqan. Ya'ni o'sha rasmda ko'rsatilgan bino, lekin u binoni tegin negizi aynan sizning hududingizda unaqa binoni yo'q. O'zi yo'q. 856 kvadratlik qurilish bino yo'q menda. Bu yerda 371 kvadrat meni o'tirgan dala shipon. Albatta, buni tushundim. U ham tugallanmagan. Menga unga kadastr qilib berishmadi. Hali tugallanmagan bino. Hatto kadastr yo'q, binoni auksionga chiqarib sotyaptimi shunda? Shunda. Endi yo'q, ular soxtalashtirganini sotyapti-da. Soxtalashtirgan 856 kvadratni yuklab, o'shani sotyapti. Endi shu yerda bir narsa sudda biza 416-417 qilishdi, kassatsiya instansiyasida.
mana yo'qligini, davlat zaxirasi bu, buni garovga qo'yib bo'lmaydi qilib, rahmat o'sha Mahmud degan sudya raislik qildi, kassatsiya instansiyada, jinoyat sudida u kishi jo'natdi 416, 417 degan statyalarni qo'yib qaytardi. Qaytargan paytida aynan mana shu Bahrom Salayev degan prokuror tergovchiga o'sha narsalarni ochishga ruxsat bermadi. Men bu narsani nagl aytib bilaman, chunki o'sha narsani qilmagan, yo'q, hech qanday jinoyat yo'q, 83-moddada bekor bo'ladigan bankirlarni yo soxtalashtirganlar bo'yicha hech qanday asos yo'q dedida отказ berdi. Mana shu davlat zaxirasiga, hattoki u davlat zaxirasi garov mulki bo'lmasligini o'zimiz ham bilib qoldik, to'g'risi. U yer kodeksida qat'iyan taqiq qo'yilgan ekan. Hadish mantiqan qarasang, davlat zaxirasi bu meniki emas. Men prosta bir foydalanuvchiman. Men o'zimning manfaatim uchun uni sotib ham berib bilaman, garovga ham qo'yib bilaman uni. Lekin uni nimaga bir katta tumanning prokurori, kichkina prokuror bo'lsa ham bu gapni bilish kerak. Chunki oddiy odam ham biladi uni. Davlat zaxirasini garovga qo'yib bo'lmaydi. Birovniki, men sizning narsangizni olib borib garovga qo'yib bilmayman, ruxsat bermasangiz. Bo'lmasam davlatga chiqish kerak edi. Sveta garovga qo'ymoqchi qo'yaversinmi? Ana kim bozor kredit olish uchun degan narsani nimaga bayonnoma, protokol olmaydi masalanda? O'sha joylari yopiq, chunki biladi bular ham. Bilmaydi emas, biladi, bilimsiz emas, biladi, lekin yashirdi. Bularni qilgan soxtaligini aynan prokuror o'sha Bahrom Salayev ham ichki ishlar tergovchisiga bor отказ berdi. Bo'ldi, shunday bo'ldi. To'shi shunday bo'ldi. Chunki men bu narsani aniq aytishimga sabab o'sha paytda отказ bergan tergovchining nomidan chiqyapti-ku bu ichki ishlarning soxta hujjatlar. U bola hozir ishlamaydi, tergovchi emas, ketgan ishda nagl aytdi, Svetap ko'rib qoldim. Svetapa dedi, menga dedi topshiriq bo'ldi dedi. Prokuror dedi, bor dedi, yop bor dedi. Hech qanday jinoyat yo'q bu yerda dedi. O'zlari qo'ydimi, bo'ldi. Mayli, biz qo'ydik, aldandik, bizani aldashdi. Aldandikmi? Lekin biza bergan narsani qaytarsin edi, yaramas bo'lgandan keyin. Nechun yaramas narsani soxtalashtirdi, chiqarib yubordi-da, hattoki maqsadsiz foydalangan o'sha kreditni nima целевой monitoringlar ham hattoki bankir o'zi iyul oyida jujalar o'lib tugab bo'lgan. Qolganini sotishgan. Avgust oyida oxirgi pul kirdi chiqdi bo'lgan. Tugagan idora. Lekin dekabr oyida ham bankir qarang, 1 yil davomida monitoringda qoniqarli, maqsadli foydalanib kelyapti deb kelgan. Unga nima deysiz? Bankirda xatosi ma'mincha. Lekin o'sha narsalarni bitta ham ochib kelishmadi. Hozirgi kunda men bitta narsani so'ramoqchiman. Har vaqt odam tergov ishi ketyaptimi? Sud protsessi to'xtash kerak ekan. Chunki bular soxta hujjat bilan auksionga chiqib ketgan narsa sotilib, boshqa bir odam sotib olyapti-da, biza ular bilan urushib, janjallashib, ko'p so'yishmalar, ko'p urushlar, janjallar mana ko'chada yuribman, izashdi. Hech narsa yana meni uyimdagi oilamdagilar ham jabr ko'rdi buning ustida. Mana jiyanim qizi bilan yuribdi, u yoqda, bu yoqda. Ular ham uyda 4 oilasi katta, bir qismi berilgan, lekin baribir ular ham o'zligi uy qilish uchun, boshqa qilish uchun men o'zim aytganman, kelinglar. Menga ko'plik qiladi, sizlar men bilan yashanglar, bu yoqni o'zingizlarga qilib beraman, men bu hujjatlashtirish tugagandan keyin deganimdan keyin menga qarashib, men bilan yashab kelishyapti. Undan qolaversa, o'zimning qizim ham bor. Qizimni o'sha 2 xonada yaqinda to'y qildik, qizimizni uzatdik, to'yonani 2 marta oldim deyar. O'sha to'yona ichkarida qolib ketdi, qaytdan yana oldik. Rahmat xudolarimga, qarashdi, tushunishdi bu narsalarni, ahmoq nima desam ekan, boshidan bunaqa narsa o'tmagan-ku, lekin tushunishdi shu narsani, baribir yaxshi bo'ldi, hamma narsa nima endi eng yakuniy anaqasida mana holat ochilib, yopilyapti hozirgi kunda. Siz bilan avvalgi video materialimizda e'lon qildik, aynan kommentariyalarda, Instagram sahifamizga qo'ygan paytimizda o'sha fermer tomonidanmi yoki kimdir tomonidan bu o'zi borib qo'l qo'yib bergan, men auksiondan sotib olganman bu narsani degan tipa negativ kommentariyga o'xshagan narsa bo'ldi. Aynan siz suhbatga saqlaganimiz sababi ham aynan o'sha narsa bo'ldi. O'zi holat bo'yicha o'tgan safargi suhbatimizda siz bilan gaplashganimizda aynan Buxoro viloyatida aynan ushbu bank ishi bo'yicha, umuman mulk, boshqa mulk kredit hujjatlarida borligi, lekin undirga boshqa mulk qaratilganligi bo'yicha u qaratilgunga qadar u auksionga chiqib boshqa odamga o'tib ketgan holati bo'lgan chalkashliklar bor. Aynan o'sha chalkashliklarga oydinlik kiritish maqsadida men bugun sizni studiyamizga chaqirdim. Ya'ni bu yerda bitta holat. Ayni damda hozir
holatimiz, ya'ni o'sha siz bordingiz, Xorazmda yopildi bordi, undan yuqori turuvchi tashkilotlar bor, viloyat prokuraturasi, viloyat sudi va respublika sudi bor. Ayni damda murojaatingiz, o'sha tergov harakatlari davom etayotganligi haqida ma'lumot berdingiz. Ayni shu holat hozirda ushbu bo'lib o'tdi voqealar. Bu qonuniymi, noqonuniymi qilingan xatti-harakatlarga albatta biz baho beramiz. Bunga tegishli tashkilotlar bor, davlat tashkilotlari bor, sud bor, boshqa bor. Ular o'zini fikrini bildiradi. Bu sud qarorlarida, hujjatlarda o'z aksini topadi albatta. Lekin hozirgi kundagi holatimiz qayda? Qanaqa holat ketyapti shu ish bo'yicha? Ya'ni 4 yillik sars olganligingiz qaysi etapda, sarsongarchilik qaysi etapida turibdi? Hozir endi o'sha auksionda sotilib ketgandan keyin почти 1,5 yilchalim u auksionda sotib olgan bo'lsa ham nomiga o'tmaganlik sababi viloyat prokuraturasi tomonidan kadastrga taqiq qo'yib berishdi. Chunki ular ham уже aytyapman-ku, 100 ta kirsangiz qabulga viloyat prokurorining bittasida ba'zor javob bo'ladi. Chunki 100 ta demay, ko'p uyat bo'lar, 10 ta kirdi mayli. O'ziga uchrab qolsangiz, Ahmedov o'ziga uchrab qolsangiz, asosiysiz bo'lsa, обязательно natija bo'ladi ijobiy. Faqat qonuniy bo'lsa, noqonuniy bo'lsa men ko'rmadim, lekin noqonuniy narsa so'ramadim. Shunday bo'ldiki, taqiq qo'yib qo'yishdi. Bu razbor bo'lib yotibdi. Endi kadastr qanday ishlab berasan? Davlat zaxirasi turibdi, ekin maydon. Bu yog'i hali jinoyat davom qilyapti, sud davom qilyapti. Nomiga o'tkazilmadi. Nomiga o'tkazilmagan agar egalik huquqi yo'q bo'lsa, sudga ariza berish mumkin emas-da asosi. Qonun bo'yicha sen u meni mulkim deb sudga berib bilmaydi. Lekin shunday bor ekan, tavba qildim-da, sud bunday deyapti o'zi. Sen deydi, egaliging yo'q bo'lsa deydi, sudga ariza bera olmaysan, da'vogar emassan sen deydi, egasi emassan uni deydi. Lekin shunday joy bor ekan, bizning qonunlarimizda. Auksionda yutib olgan uchun auksiondagi yutib olgan qog'ozi bilan egaligi yo'q bo'lsa ham sudga berdi-da, kadastr ishlatib oldi. Endi qiziq joyini qarang, kadastr ishlab olishiga. Sud qaror chiqardi, kadastr ishlasin, Sveta nima xalaqit bermasin kadastr ishlashga. Boryapti-da, 856 kvadrat men bu molxonaga kadastr ishlanmayapti. Mana bu zalogga qo'yilgan-ku, men bu chiroyli molxona. Bor nima bor-ku, bino o'sha yo'q binodan qolgan 371 kvadrat mana o'sha tugallanmagan bino bilan bostirmalar bor, ikkita omborxona bor. Lekin u ham o'sha loysuvoq yaraqsiz eskida. O'shanga kadastr ishlab beryapti, kadastr. Sud qarori bilan ishlayapti, lekin bitta chiroyli narsa qilishgan ichida. O'zboshimchalik bilan Sveta molxonani buzgan deyapti, palon kvadrat metr qolibdi deyapti-da, o'sha qolgan palon kvadratga kadastr ishlab beryapti. Shunaqa protokol bor boyaga hujjatlar ichida. Qarang, bu qiziq narsa-da. Buni auksionda yutib olgan bo'lsang, men buni. Bu chiroyli-da 856 kvadrat qarang, zamonaviy molxona bor. Shunga ishlab ber axir. Bu yo'q-da. Bu yo'q. Yo'q bo'lgani uchun kadastr ishlaydi. 4 ta 5 tasi kelyapti-da, Sveta molxonani buzibdi deyapti. U olib qo'yibman uni. Uni deydi prokurorga bor, bu men buzmadim-ku. Google sumka bor. 2005-yilda bu yerga Google sumka turibdi. 2005da yiqilib boshlaganda bizning eski molxonalar. Umuman yo'q narsaligi ko'rinib turibdi. Lekin o'sha protokolda baho berib bering buni. Mashinasi buzmagan bo'lsam, o'zi qulab yiqilib yotgan bo'lsa uni. Ular garovga olgan paytdan bo'lmagan bu narsa. Lekin bo'lmagan narsani Sveta molxonani buzibdi. Men bu chiroyli molxonani men buzibman-da, qolganiga kadastr ishlab berishdi. Ko'ring, yana bir jinoyatning izidan ketdi, hujjat soxtalashtirish ma'mundan bo'lib yotibdi. Shu narsani boshimdan o'sha prokuror bu mansabdor shaxslarni yashirmasdan shu vaqtda bularni javobgarlikka tortgan paytida o'sha payti bozor qo'midi. Boshqa bir joyga pul qatnagancha kreditini yoptirsa bo'lmasmidi? Prokuror bo'lib, adolatli bo'lib. Yo'q, o'sha bularni yashirgan 15 ta zami bo'lib o'tirgan Bahram Salay hozir Gurlan tumanida o'tirib, bundan battar narsalarni qilib o'tiribdi. Nechta yana bitta mana o'sha bizani kadastrda ishlagan bolani keyinchalik oldin tergov qilinmagani bo'lgani uchun bir qismini ajratib viloyat prokurori protest berdi-da, kadastr xodimini ham tergovga ichki ishlarga jo'natdi. Qolganini sudning o'zida Mansurga, MChJ rahbariga, o'sha Zagazina rahbariga 228 hujjat soxtalashtirganini qo'yib berishdi. Mayli.
Shu hozir mana shu sharoitdan kelib chiqib Diyarbek men bir iltimos etmoqman nelarga o'zlarimizning shu rahbarlarga. Mana hozir shu tergov jarayonida jinoyat ishi topilib, jinoyat ishi ko'rilayotgan vaqtida mana bu sud ajrim chiqarishini kutish degan narsa bu menimcha hozir уже eskirib qoldi bu narsa desam ham bilmayman, qaysi so'z topishni bilmayman, qaysi so'z bilan tushuntirishni bilmayman uni. Lekin rost jinoyat topildimi, shu tergov surishtiruv bo'layotirmi, shu vaqtda hech kim, masalan u mening sharoitimda uni uyi joyi men aytayapman-ku, noqonuniy qurilishlar ham bor, boshqasi ham bor, yashash sharoiti ham bor, boshqasi ham bor. Meni uydan chiqarib yuborib yana auksionchi bizga aytmasdan ham sotilib ketdi shu auksionlarda. Biz bilmay ham qoldik. Nariga fermerga ham ogohlantirilmagan, yetib ham kelmagan, bilmagan. Men ham bilmaganman sotilgan vaqtini. Bitta odam qatnashib olyapti yana. Uni nima deb tushunasiz? Men bitta narsani so'ramoqchiman. Shu tergov bormi, surishtiruv ishi bormi? Shu ish nima bo'lsa-da to'xtab turish shu tergovchilarga berish kerakmi deyman-da. Nizoliy vaziyat bo'lgan paytda o'sha ijro harakatlari umuman auksion shunday narsa auksionga sotilish bormi, boshqa bormi? Shu aynan shu tergovda etayotgan tashkilot to'xtatib turish kerak degan narsa menimcha mantiqqa to'g'ri keladi. Chunki bu yerda tergov bo'lib, bir-birini o'ldirib, bir-birini so'yib, ko'chada qolib, xalq vobshe sarson bo'lyapti. Bu yana etapni sen uni qaytarib olasan-ku baribir degan sudyalar ham bo'ldi. Rahmat sizlarga ham meni eshitganlaringiz uchun. Ilohim shu bizning gaplarimizni bir oddiy mening nimamda sharoitimda butun bir xalqning ko'p nelari muammolari yotibdi. Bitta mening o'zimda 4 ta suddadan ish bor. 4 tasida ham, lekin bitta mana shu binoni soxtalashtirilgani uchun shuncha g'alot bo'lib turibdi. Ana o'shaning uchun bu narsalarni oldini olish uchun mana kelib shu murojaatlarimni hamma harakatlarni aytib berdim. Iltimos sizlardan shu o'zlarimizning rahbarlarimizga yetib borishini so'rayman. Katta rahmat Respublika prokuraturasining birinchi o'rinbosari o'rtoq Valiyevga katta rahmat aytaman. Shu eshitdilar, lekin o'shani ham tumanda ham o'sha shu yerda Valiyev qilgan qonun bor. Shu pastdagi rahbarlar ham ishlashini ta'minlash uchun, u yoqdan odamlar sarson bo'lib kelmasligi uchun, faqat rahbarlar ham qabulxonada o'tiravermasdan o'zlarining ishlarini qilish uchun sizlardan iltimos qilaman, shu rahbariyatlarga yetkazinglar bizlarning hammamizning muammomizni. Обязательно rahmatimizni ham aytamiz. Oldindan rahmat e'tiborlaringiz uchun. Aynan shu kabi holatlar sizda kuzatiladigan bo'lsa yoki qonun buzilish holati bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida albatta qonun bor, jazo muqarrar. Aynan ushbu holat bo'yicha bosh prokuratura xodimlariga aynan o'zining xatti-harakatlarini to'g'ri amalga oshirganligi uchun hozir siz aytasiz, aynan qayta tergov amalga oshirilib boshqa bo'ldi. Va qolgan fuqarolardan ham shu narsani iltimos qilamizki, aynan har qanaqangi xatti-harakatlarda qonuniy ekanligini, buni tagida asosi va negizi borligini bilganingizdan keyingina o'zingizni xatti-harakatlaringizni olib borishingiz. Ya'ni bitta sizda bo'lgan holat qolgan fuqarolarda bo'lmasligi mumkin emas degan narsani biz hozir ayta olmaymiz. Oldini olsa bo'ladi. Ya'ni kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qulligini, ya'ni fuqarolarimizdan, aynan bizni kuzatuvchi obunachilarimizdan ham ushbu holatlarda ehtiyot bo'lishlarini, aynan qanaqangi amalga oshirayotgan ishingiz, tadbirkorligingiz bo'ladimi, fuqaroviy ishingiz bo'ladimi, albatta qonuniy, asosiy va har bir gap tagida albatta fikrdan keyin uni asosiy ham bo'lishi kerak. Bizani kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, effektingizni ko'rsatishga davom eting.